Sardor, yordamching yaxshi bolaga o'xshaydi. Chaqqongina, kuyov qilsa arziguli. Yaxshi qol do'stim, kechqurun ko'rishamiz. Mayli. Bo'pti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kech bo'lganda nima qilib yuribsan? Soatga qaradingmi? Shunday ish turganda aka, soatga nima bor? Bizning ishlar nima bo'ldi? Bo'lyapti, sekin-sekin. Qani natija? Ko'rinmayapti-yu. Nima, senga Sardor singlisini qo'shqo'llab uyingga borib berarmidi? O'zing ham juda shoshqaloq bo'lasan-da. Shoshilmasam bo'lmaydi aka. Uylarda har kuni sovchilar. Navbatda turibdi. Ozgina kech qolsam. Shuncha boylikdan quruq qolaman degan. Mayli uka, xavotir olma. Hali unga bir uchini chiqarib qo'ydim. U o'ylanib qoldi. Sardor bo'lmaydigan narsani o'ylab o'tirmaydi. U ichidan pishgan. Avval yaxshilab o'ylab, keyin sirtiga chiqaradigan odamlardan. Shunaqa demaysizmi aka? Bo'lar ekan, shunaqa gaplardan gapirsangiz. Uka, endi ozgina sabr qilasan. Ha deb gapiraversam xitlanib qoladi. Yaxshi. Faqat shu ishni tezlashtiring. Agar o'xshab qolsa, ikkovimizni ham oshig'imiz olchi. Mana. Shundoq ishga shunchami? $100 nima bo'ladi? Nima bu? Ishdan oldingi va'dalaring qani? Hozircha shuni olib turing aka. Mayli. Sen ham bor endi, damingni ol. O'xshab ketsa, ulushimni berasan. Qochib ketish yo'q. Qara lekin. Bo'pti. Ochofat. Hali shoshmay tur. Maqsadimga yetib olay. Sendagilarning 10tasini qul qilaman.